Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Xudo xolasa bugungi obzorimizni boshlab oldik. Mana manzilamizni videoni boshidan tushuntirib o'tamiz. Qo'qon shahar markaziy stadion yonidan kirilganda, svetofordan kelganda, Archazor tarafga burilganda o'ng qo'lda keladi do'konimiz. Hop. Shinam oshxonasi tarafdan kelinganda chap qo'lda keladi. Svetoforga yaqin qolganda markaziy stadion svetofori. Qisqacha obzor qiladigan bo'lsak, har bitta skuter motorolimiz. Hop, birinchi obzorimizda mana Samasval motorolimiz 6 ta 65 li akkumulyator 1800 motor miyalar bilan jihozlangan bo'ladi. Balonlari 500 li bo'ladi. Amortizatorlari baquvvat qilib ishlangan bo'ladi. Hop. Undan keyingilar stakan modellari ko'rishlar mumkin. Qora, keyin dugalari aranjve qilib ishlanganlari bor. Mingli motorlar bo'ladi. 5 ta 32 li akkumulyator. Monster skuterimiz. Monster skuter 60 ga 32 li lition akkumulyator bilan jihozlangan. Balonlari 16 ga 3 raznосезонный shinalar bilan o'rnatilgan. Hop, tablolari ham o'zgacha buni. Akkumulyatorni yoqdik. Tezliklari ham yaxshi. 1000 watt motor miyalar. Tashqari shundan iborat. Ichkari ekranimiz. Chap qo'lda ko'rishlar mumkin. Bolalar uchun velosipedlar. Xoh 3 g'ildirak bo'lsin, xoh 2 g'ildiraklilar. Zapchastlar bo'lsa, zapchastlar ham bor. Apache'lar, BMX'lar bemalol kimga optim narxlarda kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Video davomida raqamlarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Hop. Bu yerda 14 cho'ntak modelimizni ko'rsatib o'tamiz akalar. Cho'ntak 14 razmerli 14 diska bo'ladi. Jo'nli qora glansiy qora ranglar bilan qilingan ular. Juda ham chiroyli. Sporlari ham redline bilan ishlangan. Speed, hop, drive, parkovka, parking. Keyin avto yuradigan rejimi. Har bittasini ichida zaryadnik bakoylari chiqadi. Xo'sh, endi navbat GT Redline skuterimizga kelyapti. Redline skuterimiz 2 xili bor. GT skuterimiz oldi orqa jitkisligi bor, oldi tormoz o'zi jitkisligi bor. Mana bu oldi tormoz jitkisligi o'zi. Juda ham chiroyli ishlangan. Qorasini ham ko'rishlaringiz mumkin. Hop. Yana TK modellar ko'rsatib o'tamiz. Kamchiliklarga e'tibor bermaysizlar. Video sirazi kelib boshlab yordik. Aytibotga qaramasdan. Videomiz yoqib turgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Kim ko'rib turgan bo'lsa, har bitta like biz uchun muhim. Velosipedlar ko'rishlar mumkin. 24, 26, 28 barchasida mavjud. Tritsikllar. Hop, keng fason qilib ishlanganlari ham bor. Hop, sal torroq, lekin hamyonbop bo'lib kelgani ham bor. Bularga ham shu 6 ta 20 li akkumulyator qo'yib beriladi. Xohlasalarning daplata qilinsa, peredaplata qilinsa, sal 32 li akkumulyator ham qo'yib beriladi. Videoni pauza qilmasdan sirazi olib tashlayapmiz. Jonli bo'lyapti hammasi. Monster skuterimiz ichkarida ham bor. Ushbu skuterlar ham juda ham chiroyli ishlangan. Lifara. Ichki fara. X3 model. Hop, bu eski partiyadan ekan, yangi partiyadan ham kelgani bor. Mana seriyasi yangi partiya.
X3 modelimiz juda ham byudjetli, ham yengil, ham tezligi ham juda zo'r. Ushbu modelimiz ham yaqinda obzorini chiqaramiz, yangi keldi. Shu yangi modellar. Mana mini elektrosport bayklarimiz juda ham shahar ichiga bop. Baykni yangi boshlovchilar uchun juda ham qulay bayklardan hisoblanadi. Kimda-kim qiziqib turgan bo'lsa, bizning YouTube kanalimizga obuna bo'ling, avvalo like bosing. Ushbu telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar.